Ijtimoiy tarmoqlarda navbatdagi masxarabozlik avj oldi. Oshni qo'l bilan yeyish milliy an'anamiz. Lekin bular qilayotgan ishning an'anaga hech qanday aloqasi yo'q. Bu ochko'zlik, tarbiyasizlik va uyatsizlikning sharmandali namoyishi. Tirsakkacha yog'ga belanib, qo'lini ovqat bilan birga kekirdagigacha tiqib, atrofga sachratib yeyish na kulgili, na kreativ. Bu insoniy odobni chetga surib, hayvoniy instinktlarni kamera qarshisida ko'z-ko'z qilishdir. Eng dahshatlisi, o'zining tarbiyasizligini minglab odamlarga namuna qilib ko'rsatayotgan bu betamizlar o'z sharmandaligini trend deb atayapti. Yo'q, bu trend emas. Bu betayinlik, didsizlik va madaniyatsizlikni ommalashtirishdan boshqa narsa emas. Like, prosmotr, mashhurlik uchun bunaqa isqirtlikni targ'ib qilishni bas qilish kerak. Bu jirkanchliklarni ko'rgan odamning ko'ngli aynib ketadi. Bu uyatsizlar shunchaki xunuk ovqatlanmayapti, balki o'zidagi eng xunuk odatlarni minglab odamlarga namoyish qilyapti va uni normal holat sifatida ko'rsatyapti. Bundan ham battari, ertaga buni ko'rgan yana bir betayin chiqib, shulardan o'rnak oladi. Keyin uning sharmandaligi trend bo'ladi. Shuning uchun o'zingizning betayinligingizni kreativlik, tarbiyasizligingizni esa trend deb sotmang.